Assalomu alaykum azizlar. Bugungi olma kesish darsligimizda o'tamiz. Mana bu olma daraxtimiz 3-4 yillik. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz o'rtani ochib olamiz. Ikkinchi o'rinda agar pastdan shoxlar chiqqan bo'lsa, pastdan shoxlarni olamiz. Foydasi yo'q. Ba'zida meva beradi, ba'zida meva bermaydi. Bizga umuman foydasi tegmaydi buni. Ikkinchi o'rinda qiladigan ishimiz mana pastki qismi stol deyiladi, ya'ni qari ona shox. Mana bu qolingan shoxlar lider. Ikkinchi o'rinda lider shox tayyorlaymiz. Lider shoxni iloji boricha hammasi bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni nimaga? Buni sababi kelajakda yana yonidan shoxlar chiqqanda bir xil shox chiqishi uchun. Ya'ni agar qalin shox bo'lsa, chiqadigan novdasi ham kuchi ko'p unga ketadi va boyagi nimjon shoxda novda sekin o'sib boradi va shu tartibda bir yog'i katta, bir yog'i kichkina buzilib ketish yuzaga keladi. Birinchi ishimiz shu o'rtani tozalab olish, ya'ni kosasimon shaklda qilamiz. Ikkinchi ishimiz lider qoldirish. Ya'ni bitta shoxda bitta, ikkita qoldiramiz. Nimaga bunday deganim sababi shox kam qolyapti. Birinchi sababi shamol aylanishi o'rtaga. Ikkinchi o'rinda uni orasiga quyosh nuri kirishi. Shu sababdan orani ochib, bitta, ikkita lider qoldirgan holda kesib olamiz. Ko'pchilik xato qiladi. Manadan misol bir qarich qolgan, bu yerdan 2 qarich qolgan, bu yerdan yana bir qarich qolgan, yana shu tartibda bir qarich kesyapti. Bu nima demoqchiman? Bu eng xato ishimiz, mana shu eng ko'pchilik xato qiladigan eng xato ish mana shu hisoblanadi. Mana ko'rib o'tgan bo'lsangiz, mana ko'p bola shoxlar qoldiradi ham. Uni ichiga havo ham kira olmaydi, nur ham kira olmaydi. Natijada chiroyli meva olish imkoni juda qiyin bo'ladi, murakkab bo'ladi. Shu sababdan biz bitta yoki kam, agar shox novda kam bo'lsa, ikkita lider qoldiramiz. Shu liderlarda boya aytganimda 1-2 qarich qoldirmay, kamida 60-70 qoldirish kerak. Bu nima uchun? Bu mevani chiroyli berish uchun. Boyaga aytishlaring mumkin, bu mana yerda novda bo'lsa, novda shunday ko'payib ketadi deydiganlar ham bor-da o'rtada. Deylik, novdani o'sha 1 qarich qoldirdi yoki 2 qarich qoldirdi, mana shu yerdan kesdi. Bu ko'p kuch shu yerga keladi va hammasi shu yerdan ko'payadi. Mana shu yerlardan ko'payadi. Buni bir tarafi bu 2 qarich qoldirib kesgandan keyin shu novdalar tez chiqadi va g'ujillab ko'payib ketadi. Chunki bu kalta kesganning hisobiga novdalar tez rivojlana boshlaydi. Boyga uzunroq 60-70 qo'ysa, mana yerda chiqqan novdalar sekin rivojlanib mevaga kiradi. Ko'pchilik qiladigan xato shu, 30-20 qoldirib kesadi. Ham ko'p shox qoldiradi. U ko'p shox qoldirganning yomon tarafi shu: birinchisi havo kirmaydi, ikkinchisi nur tegmaydi, uchinchisi meva beradi. Meva juda ko'plik sababi katta ham bo'lmaydi, chiroyli ham bo'lmaydi, sifatli ham bo'lmaydi. Mana misol uchun mana qarovsiz qolgan, tagidan qarovsiz qolgan, kesilgani e'tibor berilmagan. Mana shu sababda mana tagida shoxlar mana o'sha o'tgan yilgi kesilganda mana 1, 2, 3, 4 ta ona shox, ya'ni stol lider qoldirilgan. Mana shunda ham, bunda ham shunday ham 1, 2, 3, 4, 5 shu 6 ta, 7 ta qoldirib ketishgan. Chiqqan shoxni hammasini qoldirishgan. Bunda birinchi etapda mana shu o'rtada qolgan, o'rta iloji boricha mana shu yerdan kesish kerak edi va
yonidan chiqqan shoxlarni lider qilib qoldirib, kosa simon shaklida qoldirish kerak edi. Hozir endi buni nima desa bo'ladi? Bitta yo'lga solgancha ozroq vaqt talab etadi. Misol uchun bu yil kesadigan bo'lsak, keyingi yilga mana bu yerdan kesilgan mana. Kosa simon shaklida meva daraxt novdalari chiqqan. Ulardan 3-4 ta lider qoldiriladi va tepasidan 60-70 qoldirib kesiladi. Bu holatga kelsak, boya aytib o'tganimday novdalar kesilmagan. Hozir mana bu daraxtni aytib o'tdim. Ko'proq shox qoldirish juda murakkab ish. Bu orasiga mana erta bahor gullaganda ham, barglaganda ham ko'proq barg ochilganda orasiga havo kirmaydi, nur kirmaydi, meva ko'p tuyadi ham, lekin sifatsizga olib keladi. 4 ta meva mayda kichkina xunuk bo'lib qolgandan ko'ra 2 ta meva qolsin, katta bo'lsin. Shu tartibi ko'plar endi ko'p shox qoldiradi, lekin ko'p xatoga olib keladi. Yana bir sababi mana tagida endi tomirdan chiqqan bo'lsa buni ko'chirib olib borsa bo'ladi. Ammo tagidan chiqmagan bo'lsa, yonidan chiqqan bo'lsa, iloji boricha xuddi mana shunday bo'lib, eng kamida tagida 60 sm, 60 sm tozalash kerak. Shox qolmaslik kerak umuman mana shunday. Tagida shamol aylanishi ham yaxshi bo'ladi. Yana bir tarafi o'sha mana shu novda chiqqan novdani tagidan ko'payib boraveradi va bizga juda murakkablikka olib keladi. Shu sababdan mana shunday ularni ham 3-4 tasini kesamiz va bitta lider qoldiramiz. Ularni shu o'rta tozalab olingan, hozir yonlari kesilgan, bitta 2 ta lider qoldirilgan. Mana ochiq joy hisobiga mana yerda 2 ta lider qoldirilgan. Bo'lmasa, mana yopiq joy bo'lsa, mana yerdan bitta lider qoldiriladi. Ulardan ham bittasi, 2 tasi kesiladi. Mana bunga kelsak, bu yerda mana bu o'rtadagi shox kesiladi va tagida agar yiliga qarab, masalan, kichkina shox bo'lsa, shu 7 ta, 8 ta kichkina ko'chat bo'lsa, 7 ta, 8 ta lider qoldiriladi. Agar juda katta meva bo'ladi, daraxt bo'ladigan bo'lsa, mana bu gilozni oladigan bo'lsak, tagida qarasangiz 3 ta stol qolgan va bu yog'i shakllanib ketgan. Shu hisobda endi nimaga 7 ta, 8 ta deganim, bu kelajakda kattayib boraveradi va o'z kuchini kamaytirgan paytda yon atrofidagi zichlashib ketgan shoxlarni bitta kesilib borilaveradi. Mana olmamizga kelsak, tagida 4 ta stol qolgan, 4 ta shox, ona shox. Mana shu tartibda kesilib borilaveradi. Mana kattaygan sayin shoxlar kamaytirilaveradi. Shu saylda kesiladi. Shu aytib o'tmoqchi bo'lganim, odamlar qiladigan xatosi mana shu ko'proq shox qoldirish va 30-20 qoldirib kesishi. Bu juda katta xato. Yana azizlar, keyingi darsligimizda aytib o'taman. Buni ham ozroq tartibga keltirib, keyinroq batafsil video qilaman.